hayvonot olamiga ham nihoyatda ehtiyotkorlik bilan yondashishimiz kerak bo'ladi. Bekordan bekorga hayvonlarni azoblash yoki qo'chqor yoki qiroz urishtirish kabi narsalar ham shariatimizda nihoyatda taqiqlanganligini bilaylik. Chunki ularni shu ishimiz bilan azob bergan bo'lamiz. Hattoki bir chumchuqni besabab o'ldirishlik Alloh taborak va taoloning huzurida sizdan shikoyat qilishiga sabab bo'lib qoladi. Imom Nasaviy rivoyat qilgan hadislarda shuni aytganlar. Demak, muhtaram jamoat, biz hammalarimiz mana shu yaxshilik yo'lda, ya'ni tabiatimizni, yurtimizni ozodligi, hayotimizni farovonligi yo'lda birgalashib harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Faqatgina mas'ullar emas yoki ekologiya xodimlarining ishi emas, balki hammamizning ishimiz. Bu tabiatimizni, suvlarimizni, tuproqlarimizni, hayvonot olamini, o'simliklarni, daraxtlarni saqlash, ularni parvarish qilish hammamizning vazifamiz ekanligini yaxshi bilaylik. Barchalarimizni o'zining toatida, ibodatida, solih amallarda bardavom aylasin. Allohumma solli va sallim bi rahmatika ya arhamar rohimin.